10. İcatçılık. Abdori Doktor Erkin Sıdık. Onunsiz siz uyning sirtiga chiqolmaysiz. Liderlarning o'zi bilan ergashuvchilarni o'zaro bog'lab turadigan bir munosabatni boshlab berish majburiyati bor. Biroq liderlar ijodkorlik ro'yini namoyon qilishga tegishli soha yolg'iz yuqorqilarla emas. Ular har vaqt yangi fursatlarni izlab turishi va yangi ish harakat qo'llanishga tayyor turishi kerak. Bir liderning ishlarni vujudga chiqara olishi uchun zarur bo'lgan sifatlardan mundaq to'rtti bor. Birinchi, ular o'zlari nimani istaydiganligini biladi. Bir ishni qaror qila olmaydigan bir odamning ish qilishda unumli bo'la olishi mumkin emas. Xuddi Napoleon Hillning aytganidek, hamma muvaffaqiyatlarning boshlanish nuqtasi istakdan iborat. Agar siz bir unumli lider bo'lishni istasangiz, cho'qim o'zingizning nimani istaydiganligingizni bilishingiz kerak. Yangi fursatlarni uchratganda ularni bayqay oladigan bo'lishning birdan-bir usuli ana shu. Ikkinchi, ular o'zlarini amaliy ish harakat qo'llanishga majburlaydi. Yangilik yaratquchilar boshqalarning o'zlarini maqsadlantirib yoki qo'zg'ab qo'yishni kutib turmaydi. Ular o'zlarining rohat rayonining sirtiga chiqib, o'zlarini amaliy ish ko'rishga majburlash o'zlarining mas'uliyati ekanligini biladi. Hamda buni o'zlari uchun bir odat qiladi. Shunlashqa sobiq Amerika prezidenti Roosevelt mundaq degan: "Men uchun tövendiki bir ishdan boshqa oqilona yoki hammadan ustun turadigan ish bo'lmasligi mumkin. Men o'zim qilishga tegishli ishlar deb o'ylagan ishlarni qilaman. Hamda bir ishni qilish to'g'riliq bir qarorga kelganman, amaliy ish boshlayman." Uchinchi, ular boshqalardan ko'proq tavakkulchilik qiladi. Liderlar o'zlarining nima istaydiganligini bilgan hamda o'zlarini amaliy harakat qo'llanishga majburlay olgan taqdirdami, ular yana bir to'saqqa duch keladi. U bo'lsa-mu tavakkulchilik qilish roziligidan iborat. Biroq yaxshi liderlar tavakkulchilik qilishga rozi bo'ladigan sabablarning yana birisi ularning yangilikni boshlamaganda to'laydigan badalni tunib yetganligidandir. Amerikaning sobiq prezidenti John Kennedy mundaq deb keskin aytgan: "Har bir amaliy ish harakatning tavakkulchiligi va to'laydigan badali bo'ladi. Biroq rohatlik ichiga yo'shirinib olib, amaliy ish harakat qo'llanmaslikning uzun muddatlik tavakkulchiligi va chiqimi bilan selishtirganda, amaliy ish qilganning xatiri bilan chiqimi ko'p az bo'ladi." To'rtinchi, ular boshqalardan ko'proq xatolik o'tkazadi. Yangilik yaratquchilarning yaxshi tarafi ular ishlarni vujudga chiqara oladi. Ularning yomon tarafi bo'lsa, ular nihoyat ko'p xatolik o'tkazadi. IBM shirkatining qurg'uvchisi Thomas Watson bu nuqtani tunib yetib mundaq degan edi: "Muvaffaqiyatli bo'lishning usuli mag'lub bo'lish qitim sonini bir hassa o'stirishdan iboratdir." Gerçi yangilik yaratadigan liderlar boshqalardan ko'proq mag'lubiyatga uchrasa-mu, ular buning o'zlariga daxl qilishiga yo'l qo'ymaydi. Agar siz bir lider bo'lish sifatingiz bilan cho'ng-cho'ng ishlarni vujudga chiqarmoqchi bo'ladigansiz, yangilik boshlab berish va siz boshlagan yo'lning eng oldida o'zingiz mengib berishni xohlaydigan bo'lishingiz kerak.